Nur suresi Mədində nazil bolğan. Cəmi 64 ayət. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Ey Muhammed, bu bir sürüdür ki, onu biz sana nazil qıldık. Onundaki əhkamlarını pərz qılıb bekitdik. Ey müminlər, sizlərinin vəz nəsiyyət ilişinlər üçün onunda sizlərni əməl qılsın deb şəriət əhkamlarını öz içige alğan roşan ayətlərini nazil qıldık. Zina qılğıcı ayal və zina qılğıcı ərinin hər birini 100 dəridin urunlar. Əgər sizlər Allahqa və axirət günüge iman eytidigan bolsanlar, Allah'ın dininin əhkamını icra qilishda ularga rəhim qılmanglar. Ularni cazalagan çağda müminlərdən bir türküm kişi hazır bolsun. Zina qılğıcı ər faqat zina qılğıcı ayalni yoki müşrik ayalni alıdı. Zina qılğıcı ayal faqat zina qılğıcı ərge yoki müşrikki tegidi. O, yani zina müminlərge haram qılındı. İşpətlik ayallarni zinah bilan qarlıgan, bunun rastlıqıga adil 4 guvachini keltirelmegen kişilerini 80 deri vurunlar. Yani birovga zina bilan tökmet çaplıgan her bir adamni qamcha ve şunun o'xshash narsalar bilan 80 vurunlar. Çünkü ular işpətlik ayallarga yalğandın tökmet çaplıgan ve kişilerinin abroyini tökken adamlardır. Ularning guvohligini ular yolg'onchilik va tökmet chaplash maydonida ching turdiganlar bo'lsa, hargiz qabul qilmanglar. Ular pasıqlardır. Yani ular böktan chaplashdan iborat cho'ng gunohni ishlaganliklari uchun Allohning itoatidan chiquvchilardir. Keyin tövbe qilgan va amallarini tuzatganlar, yani ishpatlik ayollarga qayta tökmet chaplamaganlar buningdan mustasno. Ularni kechiringlar. Guvohligini qabul qilinglar. Chunki Allah mag'firat qilg'uchidir. Yani bende tövbe qilib o'zini tuzatsa, uni Allah mag'firat qiladi. Tolumu mehribondir. Xotinlarni zinoh bilan qarlagan va o'zlaridan boshqa guvochisi bo'lmaganlar, guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qatim qasam qilsin. 5-ci qitimida agar yolg'onchi bo'lsam, menga Allohning la'nati bo'lsin desin. Xotin kishi erning yolg'onchi ekanligiga Allohning nomi bilan 4 qatim qasam ichsa, jazoga tortilishdan saqlab qilindi. 5-ci qitimda u agar rostchilardan bo'lsa, ya'ni erimning gapi rost bo'ldigan bo'lsa, menga Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam qiladi. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, cho'qim rasvo bo'lardinglar. Allah tavbini bakmi qabul qilg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Shubhisizki, sizlardan bir guruh odam Oyshaga bo'xton chapladi. Buni o'zinglar uchun yomon deb gumon qilmanglar. Aksicha, u sizlar uchun yaxshidir. Sabr qilganliqinglar bilan savobga erishadiganliqinglar uchun va Oysha savfonlarning pokligi oshkora bo'lganligi uchun balki yaxshidir. Bo'xton chaplag'uvchilardan kimning qanchalik gunohi bo'lsa, uningga shunchalik jazo berildi. Bo'xtonning cho'ng qismini tarqatgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azobga duchor bo'ldi. Bo'xtonni anglagan chaqlaringlarda ayol mo'minlar bir-biriga yaxshi gumonda bo'lib, nima uchun bu aniq bo'xton demidi? Ular nemishqa 4 nafar guvochini keltirmadi. Guvochilarni keltirolmagan ekan, ular Allohning nazarida yolg'onchi hisoblanadi. Sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, bo'xton chaplig'inglar uchun albatta cho'ng azobga duchor bo'lardinglar. Öz vaqtida bo'xtonni tilinglar bilan tarqatdinglar. Bilmaydigan narsanglarni eg'izinglarga oldinglar. Uni sal chaqladinglar. Halbuki Allohning nazarida u cho'ng gunohdir. Uni anglagan chig'inglarda nemishqa mundaq so'zlarni qilish bizga munosib emas. Ey Allah, sen poktursanki, bu cho'ng bo'xtondir demidinglar. Allah sizlarga nasihat qiladi-ki, agar mo'min bo'lsanglar, hargiz qayta mundaq so'zlarni qilmanglar. Allah sizlarga shariat ahkomlarini va go'zal adab axloqlarni ko'rsatib beradigan oyatlarni bayon qiladi.
Allah bandalarga foydali ishlarni obdan bilguchidir. Tadbir qo'llanishda va shariatini barpo qilishda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Mo'minlar ustida yomon so'zlarning tarilishini yoqtiradigan odamlar shubhisizki dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi. Allah sirlarni va niyatlarni bilib turadi. Sizlar bilmaysizlar. Allohning sizlarga fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlarni qattiq jazolaydi. Allah shafqatlikdir, nihoyatda mehribondir. Ey mo'minlar, shaytonning kayniga kirmanglar. Kimki shaytonning kayniga kirdi ekan, shayton uni qabih so'z harakatlarga, yomon ishlarga buyuruydi. Allohning sizlarga fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlardan hech odam abadiy pok bo'lmas edi, va lekin Alloh xohlagan bandasini pok qiladi. Allah sizlarning so'zlaringlarni anglab turg'uchidir, niyatlaringlarni bilib turg'uchidir. Aranglarda ahli karam va dövlətmən bo'lganlar xish akhirbalarga, miskinlarga va din yo'lida hijrat qilganlarga bir narsa bermaslikka qasam qilmasin. Ularning gunohini afu qilsin, kechirsin. Allohning sizlarga mag'firat qilishini yoqtirmamsizlar. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Yaman ishdan bexabar, ishpatlik mo'min ayollarga qara chaplaydiganlar dunyo va oxiratda cho'qim la'natga uchraydi. Ya'ni Allohning rahmatidan jiroq qilindi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ularning tillari, qo'llari va putlari ularning qilmishlaridan, ularning ziyniga guvohlik berdi. Shu kunda Allah ularga to'liq tegishlik jazosini berdi. Ular Allohning oshkora haq ekanligini biladi. Yomon ayollar yomon erlarga loyiqdir. Yomon erlar yomon ayollarga loyiqdir. Yaxshi ayollar yaxshi erlarga loyiqdir. Yaxshi erlar yaxshi ayollarga loyiqdir. Ana shular ularning chaplagan bo'xtonlaridan pokdir. Ular mag'firatdan, nozu ne'matlik jannatlardagi esil rizqdan bahramand bo'ladi. Ey mo'minlar, boshqalarning uylariga kirishga ijozat so'ramag'icha va uy egasiga salom bermagicha kirmanglar. Vaz nasihat elishinglar, ya'ni bu go'zal axloq adabga amal qilishinglar uchun bu, ya'ni ijozat so'rab va salom berib kirish, ushtumtut kirishdan sizlarga yaxshidir. Agar boshqalarning uylarida hech odam bo'lmasa, sizlarga ijozat berilmagicha kirmanglar. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Allah sizlarning qiladigan amallaringlarni bilib turg'uchidir. Shaxsiy turalg'u bo'lmagan, ya'ni do'kon, saroylarga o'xshash uylarga hojitinglar tushib kirsanglar, sizlarga hech gunoh yo'qdir. Allah sizlarning oshkorlig'inglarni, yushurg'ininglarni bilib turadi. Mo'min erlarga aytqinki, nomahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini zinodan saqlasin. Mundaq qilish ular uchun eng yaxshidir. Allah haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardordir. Mo'minlarga aytqinki, nomahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini yopsin. Tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarini oshkorlamasin. Lechaklari bilan ko'kraklarini yopsin. Tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarini erlaridan, otalaridan, qiyin otalaridan, o'g'illaridan, erlarining o'g'illaridan, o'z qarindoshlaridan, qarindoshlarining o'g'illaridan, hamshirlarining o'g'illaridan, dindosh ayollardan, qo'l ostidagi cho'rlardan, xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qeri, daldush bo'lganlikdan, jinsi shahvati yo'qlardan, ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mo'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tövbe qilinglar. Aranglardagi bo'ytaq ayollarning va yaxshi qul va yaxshi cho'rlaringlarning beshini o'nglab qo'yinglar.
Agar ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, ularning yo'qsizligi sizlarning ularning beshini o'nglab qo'yishinglarga to'siq bo'lmasin. Allah ularni o'z karimi bilan boy qiladi. Allohning karimi kengdir. Allah bandalarning manfaatini bilguchidir. O'ylanolmaydiganlar Allah ularni o'z karimi bilan boy qilg'icha o'zlarini ishpatlik tutsin. Qullaringlardan to'xtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul, mol to'lash sharti bilan o'zining ozod qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqisanglar, to'xtam tuzinglar. Sizlarga Allah ato qilgan mol-mulkning bir qismini o'zlarini ozod qilishga yordam tariqasida ularga beringlar. Agar sizlarning cho'rlaringlar ishpatlik bo'lishni xolasa, bu dunyoning ozg'ini melini deb ularni poyishiga majburlamanglar. Kimki ularni poyishiga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Allah ularni mag'firat qilg'uchidir. Ularga rahim qilg'uchidir. Ya'ni poyishiga majburlanganligi uchun Allah ularni javobgarlikka tortmaydi. Majburlug'uchilarni qattiq jazolaydi. Ey mo'minlar, biz sizlarga ro'shan oyatlarni, sizlardan ilgari o'tgan ummatlardan misollarni va taqvodorlar uchun va'z nasihatlarni shak shubhasiz nozil qildik. Allah osmonlarning va zaminning nuridir. Allahning mo'min bandasining qalbidagi nuri xuddi chiroq qo'ydigan takchiga o'xshaydi. Uningda chiroq bordir. Chiroq shishining ichidadir. Shisha go'ya nurliq yulduzdir. Chiroq muborak zaytun daraxining yig'i bilan yo'rtilgan. U, ya'ni zaytun darxi sharq tarafdami emas, g'arb tarafdami emas. Sahroda ochiqchilikda bo'lib, kun bo'yi uningga kun nuri tushib turadi. Shuning bilan uning mevasi pishib yetilgan bo'ladi. Yig'i eng suzuk bo'ladi. Suzukligidan o't tagmisimi yo'rib ketayli deb qoladi. O't bilan yo'ritilsa, nur ustiga nur qo'shiladi. Allah xohlagan kishini uning nuriga, ya'ni Qur'onga agishishga muvaffaq qiladi. Allah ibrat olsun deb kishilarga misollarni ularning fahmiga yaqinlashtirib bayon qiladi. Allah hamma narsani bilguchidir. Allah'ның ulug'lanishi va ismining yod etilishi buyurilgan masjidlarda mo'minlar atigan oqshomda tasbih aytib turdi. Ular shundoq erlarki, so'da-setiq ularni Allohni zikr qilishdan, namoz o'tashdan, zakot berishdan g'aflatda qoldirmaydi. Ular dillar va ko'zlar qalaymaqonlashib ketadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqidi. Allah'ni o'zlarining qilgan yaxshi amallariga mukofot bersin va o'zining fazlidan oshirib bersin deb ular shundoq ibodatlarni qildi. Allah xohlagan odamga hisobsiz rizq berdi. Kafirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayovondagi sarobga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yeniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'rmaydi. U Allohning o'z amalining yanida kuzatib turg'ichi ekanligini bayqaydi. Allah uning qilmishiga tegishli jazo beradi. Allah tez hisob olg'uchidir. Yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Uni, ya'ni dengizni qatmuqat to'lqinlar va to'lqinlarning ustidagi qora bulutlar qoplab turadi. Mana bu qatmuqat qorong'uliklardir. Bu qorong'ulikqa giribtor bo'lguchi qo'lini uzatsa barmoqlarini ko'rolmaydi. Allah nur ato qilmasa, kim bo'lmasin nurni ko'rolmaydi. Ya'ni Allah hidoyat qilmagan odam hargiz hidoyat topmaydi. Allahqa osmonlardagi va zamindagilarning va qanotlarini kergan holda uchib ketayotgan qushlarning tasbih aytadiganligini sen bilmamsan. Allah har maxluqning duosini va tasbihini biladi. Allah ularning qiladigan ishlarini to'liq bilguchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Xaloyiqning oxiri qaytadigan joyi Allohning dargohidir. Ko'rmamsanki, Allah bulutlarni haydaydi. Andın ularni bir-biriga qo'shidi. Andın ularni to'playdi.
Shuning bilan bulutning orasidan yomg'ir yoqqanligini ko'rsan. Allah osmondagi tog'dek bulutlardan mo'ldir yog'dirdi. Uni Allah xohlagan odamga yetkazdi. Ya'ni uning bilan xohlagan odamning ziroati, mevasi va chorvalariga ziyon yetkazdi va uning zeynidan xohlagan odamni saqlaydi. Chaqmoqning yo'riqi qarg'uvchilarni ko'zlaridan ayirib etkili tas qoladi. Allah kecha bilan kunduzni almashtirib turdi. Buningda aql egalari uchun albatta ibrat bor. Allah har bir jondarni suvdan yaratdi. Ularning ba'zisi qo'rsqi bilan mangdi, ba'zisi 2 put bilan mangdi, ba'zisi 4 put bilan mangdi. Allah xohlagan mahluqotlarni yaratdi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Shubhisizki biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Allah o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Munofiqlar Allohga va payg'ambarga iymon etdik va itoat qildik deyishidi. Andın ulardan bir jamoa shuningdan, ya'ni iymonni da'vo qilgandan keyin shariat hukmidan yuz o'riydi. Ular haqiqatda mo'min emas. Ularning orasida payg'ambar hukm chiqarish uchun ular Allohning va payg'ambarning hukmiga chaqirilsa, ulardan bir jamoa payg'ambarning oldiga hozir bo'lishdan bosh tortdi. Agar haqiqatan ularning tarafida bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar alayhissalomning haq hukm chiqardiganligini bildiganliklari uchun payg'ambarga bo'ysungan holda kelishidi. Ularning dillarida munofiqlik illati bormi? Ya Muhammad alayhissalomning payg'ambarligidan gumonlanamdi? Yoki Allohning va uning payg'ambarining ularga adil bo'lmasligidan qo'rqamdi? Yo'q. Ular Rasulullohning hukmidan bosh tortganliklari uchun zolimdir. Payg'ambar mo'minlarning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohga va uning payg'ambariga chaqirilgan chaqda ular angladik va itoat qildik deyishlari kerak. Mana shunday kishilar maqsadga erishguchilardir. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilgan, Allohdan qo'rqqan va uningga taqvodorlik qilgan kishilar baxtga erishguchilardir. Munofiqlar agar sen ularni jihodga chiqishga amr qilsang, cho'qim chiqadiganligiga Alloh bilan kuchlik qasam qiladi. Aytqinki, qasam qilmanglar. Qasaminglar yolg'on. Sizlardan talab qilindigini sadoqatlik bilan itoat qilishdir. Allah sizlarning qilmishinglardan haqiqatan xabardordir. Aytqinki, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular Allohga itoat qilishdan bosh tortsa, payg'ambarning elchiligini yetkazish mas'uliyati bor. Sizlarning itoat qilish mas'uliyatinglar bor. Agar payg'ambarning amriga itoat qilsanglar, hidoyat topsizlar. Payg'ambarning faqat tushunishlik qilib tabliq qilish mas'uliyati bor. Allah ichinglardagi iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga, ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek, ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinini cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini omonlikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi, menga hech narsani sherik keltirmaydi. Şu vədidən keyin kafir bolğanlar Allah'ның itaatidən çıxquchilardır. Allah'ның rəhmətigə erişişinlər üçün namaz oqunlar, zakat beringlar, payg'ambarga itoat qilinglar. Kafirlarni ziminda Allah'ның azobidan qechib qutulalaydı deb o'ylamag'in. Ularning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy. Ey möminlər, sizlərning qullaringlar, cho'rilaringlar va ichinglardagi balog'atga yetmagan balalar namoz bomdoddan burun, tushda uxlash uchun kiyiminglarni solgan chig'inglarda va xubtandan keyin mushundaq 3 vaqtda yeninglarga kirsa, sizlardan ijozat so'rasin. Bu 3 vaqt sizlarning avratinglar ichilib qoladigan vaqtdir. Bu 3 vaqtdan boshqa vaqtlarda ular sizlarga kirsa, sizlargami, ulargami hech gunoh bo'lmaydi. Sizlar bir-biringlar bilan berish-kelish qilib tursizlar. Allah sizlarga oyatlarni, ya'ni shariat ahkomlarini ana shundoq bayon qiladi.
Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kichik balalaringlar balog'atga yetganda, ular ilgirkilar, ya'ni cho'nglar kirishda ijozat so'ragandek, uyga kirishda hamma vaqt ijozat so'rasin. Allah oyatlarini, dinning ishlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Yatlıq buluşni xalamaydigan, yaşanğan ayollar zinatlarini oshkorlamagan holda rida nemichiga o'xshash tashqi kiyimlarini silvatsa, erlarning oldida odatdagi kiyimlari bilan yursa, hech gunoh yo'qdir. Tashqi kiyimlarini silvatishdan saqlansa, ular uchun yaxshidir. Allah hammani anglab turg'uchidir, bilib turg'uchidir. Cihatga chiqolmasa, amaga gunoh yo'qdir. Tokorga gunoh yo'qdir, kasalga gunoh yo'qdir. Ey insonlar, sizlar o'z uyinglarda, ya'ni erlaringlarning, ayollaringlarning uylarida, otalaringlarning uylarida, onalaringlarning uylarida, qarindoshlaringlarning uylarida, hamsharlaringlarning uylarida, otanglarning qarindoshlarining uylarida, otanglarning hamshirlarining uylarida, onanglarning qarindoshlarining uylarida, onanglarning hamshirlarining uylarida, sizlar oshqushlarni boshqurdiganlarning uylarida, ya'ni uy egisi sirtqa chiqib ketib, uy bilan oshqushni sizlarga topshirganlarning uylarida, do'stlaringlarning uylarida ijozatsiz bir nima yesanglar gunoh yo'qdir. Sizlar to'plashib yesanglarmi, yakki yesanglarmi gunoh yo'qdir. Sizlar uylarga kirgan chog'inglarda o'zinglarga, ya'ni uydagi kishilarga Allah belgilagan muborak, pok salomni beringlar. Ya'ni assalomu alaykum denglar. Allah sizlarni tushunsin deb oyatlarni mushundoq bayon qiladi. Allahqa va uning payg'ambariga iymon etgan kishilar komil mo'minlardir. Ular musulmonlarga foydali bir ish ustida maslahatlashish uchun payg'ambar bilan jam bo'lgan chog'larda payg'ambardan ijozat so'ramag'icha ketib qolmaydi. Senden ijozat so'raydiganlar Allohga va uning payg'ambariga iymon etadigan kishilardir. Ba'zi shaxsiy ish uchun ular senden ijozat so'rasa, ularning ichidan sen xohlagan odamlarga ijozat bergin. Ularga sen Allohdan mag'firat tiligin. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ey mo'minlar, payg'ambarni sizlar bir-biringlarni chaqirgandek chaqirmanglar. Sizlardan payg'ambarning suhbatidan asta sug'urilib, g'ibida chiqib ketganlarni Allah albatta biladi. Payg'ambarning amriga xiloflik qilguvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yoki oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin. Bilinglarki, osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning maxluqotidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Allah sizlarning amaliy ahvolinglarni bilib turadi. Bandalar Allohning dargohiga qaytariladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida Allah ularning qilgan ishlarini ularga aytib beradi. Allah hamma narsani bilguchidir.